Bu darsimizda spawn managerni ko'ramiz. Ya'ni spawn managerimizni enemyni spawning qilish kerak random positionda. Player scriptida ozgina readability nuqtai nazaridan ba'zi o'zgartirishlarni kiritib o'tamiz. Avval xo'sh, enemy script ekan. Demak, mana bu hisob-kitob biroz tushunish qiyin. Shuning uchun men bu yerga float deyman. Look direction equal deb mana bu vector 3 bo'ladi. Look direction va mana bu narsani bu yerda yozamiz. Va bu yerda look direction yozamiz. Ana endi biroz o'qish kimdir misol uchun birinchi marta ko'rib turgan bo'lsa ham buni demak bu yerda look direction bor ekan deb tushunishi osonroq bo'ladi. Xo'sh, endi yangi obyekt yaratib olamiz. Buni avval prefab qilib oldik enemyni. Xo'sh, spawn manager yangi object, spawn manager reset, yangi script yaratamiz, spawn manager va bu scriptni spawn manager objectiga beramiz. Spawn manager scripti bu bizga enemy obyektini instantiate random positionda spawn qilib berishga yordam beradi. Game object enemy prefab bu yerda private bilan qolsam float spawn range deymiz. Spawn range 9 bo'la qolsin. Nimaga 9 deb oldim? Chunki platformamizni nima deydi, chegarasi mana shu 9 hisoblanadi. Buni player oladigan bo'lsak 11 da eng chekka nuqtasi, bu yoq eng chekka nuqtasi -12 dan 12 gacha ekan. Biz shu 9 anaqada olamiz range'ini. -9 dan 9 gacha olamiz. 10 dan 10 gacha olsak ham bo'ladi, 12 dan -12 gacha ham olsak bo'ladi. 9 norma. Spawn range olamiz. Demak, instantiate bo'lyapti enemy prefab. Demak, ikkinchi anaqamiz parametrimiz, metod ikkinchi parametri bu random position hisoblanadi. Biz uchun random positionni avval yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun nima qilamiz? Vector 3 random position teng deymiz. New vector 3 bu yerda random dot range deymiz. Minus x aksisimizda minus spawn range bilan -9 dan 9 gacha. -9 dan 9 gacha bo'ldi. Y-imiz 0 bo'ladi. Z-imiz yana shu narsani takrorlab yozib qo'yamiz. Random positionni yozamiz va bu yerga enemy prefab transform rotation update kerak emas. Save qilamiz, play qilamiz. Endi biz enemyni o'chirib tashlagan bo'ladi, chunki spawn manager
bizga enemyni yaratib beradi. Bitta prefabda mana enemy bor, enemyni beramiz, save qilamiz va play qilamiz. Nimaga harakatlanmayapti? Chunki prefabimizda tezlik belgilanmagan. Playni bosamiz, random positionda paydo bo'ladi. Play qilaman, endi boshqa joyda paydo bo'ladi enemy. Endi mana bu yoqda. Har safar har xil joyda paydo bo'lyapti. Yana bitta narsani aytib ketsak bo'ladi. Bunaqangi kod yozish, buni ham o'qish qiyin. Shuning uchun yangi metod yaratamiz. Custom method. Bu metod demak bizga o'sha random positionni qaytaradigan metod hisoblanadi. Generate spawn position deb nomlaymiz. Va mana bu kodni olib uni ichida yozamiz. Buni ham o'qish biroz qiyinroq. Shuning uchun misol uchun float random x deb misol uchun random.range minus spawn plus spawn deb nomlasak bo'ladi. Shuni duplikat qilib bunisi endi z bo'ladi. Bu ham minus 9 dan 9 gacha va bu yerda vector3 random positionda endi new vector3 qilib x va 0 qilamiz. Mana endi sal o'qish osonroq buni tushunish. Random positionni qaytaramiz. Va mana shu metodni mana mountga yozib qo'yish, chaqirib qo'ysak, shunda mana bu hisob-kitoblar bo'lib, oxiri bizda random position bu yoqqa kelib qaytib tushadi va funksiyamiz ishlaydi. Keyinchalik yana qayerdadir bizga random position kerak bo'ladigan bo'lsa, har safar mana bu kodni qayta yozib o'tirmaymiz, chunki bu hisob-kitobda bitta metod ichiga yozib yubordik. Custom metod, bu metodimizda vector3 qaytaradi. Boshqa joyda ham chaqirib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Har safar mana bunaqa hisob-kitob qilib o'tirmaymiz o'shanda. Save qilamiz. Demak, darsimiz tugadi. Keyingi darsda loyihani davom ettiramiz.